Bu eski kompyuterimni hard diski. Buning ichida hamma narsa bor. Windows programmalari hammasi yozilgan. Bu kompyuterimga qaytarish uchun BIOS orqali sozlashni ko'rsataman. Buni avval kompyuterimizga ulab olamiz. Restart qilamiz. Ochilish vaqtida F2 ni bosib turamiz. Bizda BIOS ga o'tdi. BIOS dan bu yerda yaxshi ko'rinmayapti menimcha. Bootga o'tamiz. Bu yerda bizni shuni o'chirsak yaxshi ko'rinadi. Birinchisi bizniki, bu o'zi kompyuterning o'ziniki. Ikkinchisi biz USB orqali taqqanimiz. Shunday ko'rsatay. Xo'p, buni birga chiqarishimizga to'g'ri keladi. Birga chiqarish uchun F6 tugmasi orqali buni tepaga ko'tardik. Endi buni saqlanib qilib chiqib ketishimiz kerak. F10 orqali saqlansinmi deyapti. Ha, yes ni bosamiz. Bu o'zi restart yonib o'chadi. Bu kartamda avval Windows 10 bo'lgan. Hozirgi kompyuterim ham Windows 10. Ba'zi joylarda Windows 10 ga Windows 7 bo'lsa, ochishda muammolar kelishi mumkin ekan. Menda hozir ikkalasi bir xil bo'lganligi uchun ochish muammosiz ikkinchi kompyuter, ya'ni kartadagi Windowsimga ko'chib o'tadi. Hozir bu yana ikkinchisiga o'tyapti. Mana ikkinchi kompyuterimga ochildi. Bu yerda eski kompyuterimda o'rnatilgan narsalar hammasi bu yerda joylashgan. Shunaqa. Orqaga qaytarish uchun eski holatimizdaqa restart qilib qaytaramiz.